Nega ko'pchilik dizayner bo'la olmaydi, bilasizmi? Ko'pchilik o'ylaydi, balki menda iqtidor yo'qdir. Lekin haqiqat boshqacha, muammo bunda emas. Dizayner bo'la olmayotganlarning asosiy sababi ular erta taslim bo'lishadi va o'zlariga ishonishmaydi. Ko'pchilik hatto boshlashdan ham qo'rqadi. Eng achinarlisi, ular o'zlarini sinab ko'rishga ham harakat qilmaydi. Aslida esa dizaynerlik bu tug'ma iqtidor emas, balki bu o'rganadigan ko'nikma. Har bir chiroyli eskiz ortida yuzlab mashq bor. Har bir kuchli dizayner bir paytlar nol bo'lgan. Farq nimada bilasizmi? Bitta narsada. Kimdir to'xtaydi, kimdir davom etadi. Kimdir bahona qiladi, kimdir esa har kuni ozgina bo'lsa ham harakat qiladi va aynan shu kichik harakat bilan davom etganlar katta natija qiladi. Agar siz ham ichingizda men ham dizayner bo'lishni xohlayman degan ovozni sezayotgan bo'lsangiz, uni jim qilmang. Chunki ehtimol bu sizning haqiqiy yo'lingizdir. Agar siz ham noldan boshlab to'g'ri yo'l bilan o'rganishni xohlasangiz, adminga murojaat qiling.